Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Hammani muborak Qurbon hayit bayrami bilan, bugun juma yomi, juma kuni bilan muborakbod etamiz. Xudo xolasa bu videomizda o'tirmay ko'ringlar, xalqimiz uchun manfaatli bo'ladi. Bilasizlar, bizlar 3 kun skidka qo'ydik. 26, 27, 28 chizmalarda. Xudo xolasa bugun 28-i aksiyada turgan spalarimiz tugadi, yangi spalarni bitirdik bugun, laklarni so'p bo'ldi, xudo xolasa tayyor. Hozir nalichida 3,5 ga 2,5lik, 3 ga 2,5lik, 3 ga 2lik tapchalarimiz bor. Bu tapchalarimizni yoshi katta onaxonlarimiz telefon qilib, "Balam, aksiyangda yaqin cho'z 5-iyunga bizlarning kechalarimiz tushadi. Shuning uchun cho'zib ber" degan uchun qadrdon mijozlarimiz uchun 5-iyungacha aksiyani cho'zdik, xudo xolasa. Bu aksiyamiz nima bo'ladi? 3 ga 2,5lik tapchamiz, 3 ga 2,5lik, 3,5 million so'mdan sotib turgan vaziyimizda 3 million 200 ming so'mdan beramiz. Bu 3 ga 2,5lik tapchamizda esa 3 million so'mdan berib turdik, 2 million 800 ming so'mdan beramiz. 3 ga 2lik tapchalarimizda esa 2,5 milliondan berib turdik. Bu tapchamizda esa 2 million 300 ming so'mdan beramiz. Xudo xolasa xalqimizga manfaatli bo'ladi. Shu spa kerak odamlarga samolyotdan uchirib qo'yasizlar.